Mana bu turbina, ekskavatorni turbinasi Volvo'niki. Turbina nima uchun buziladi? Bugun shu haqida intervyu qilamiz. Kuchli mutaxassis motorist Zoyjon akadan bir fikr olamiz. Zoyjon aka mutaxassis sifatida shu turbina haqida qisqacha aytib bersangiz, nimani hisobiga turbinalar ko'p holatda ketib qoladi? Bitta bundan emas, bongo va boshqa turbinalarda eng og'riqli nuqtasi shu. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Asosan turbinadan ishdan chiqishga birinchi sabab moy sifati. Zavod tavsiya qilgan moy quyilishi kerak bunga. Aha. Keyin eng asosiy sabab buni haydovchi. Buni texnikani yurib kelgan vaqtda katta oborotda texnikani o'chirib bo'lmaydi. Sababi texnika katta oborotda o'chirilganda turbina inersiya hisobiga ishlaydi-da, to'xtamaydi. Shuni hisobga tez ishdan chiqadi. Buning uchun yurib kelgandan keyin past oborotga qo'yib kamida 2 minut ishlatib turib, gaz bosmasdan o'chirish kerak. Shunda turbinani uzoq ishlaydi. Eng asosiy sabab shu. Turbina ishdan chiqishligiga. Xalastov aylanib qolmaslik kerak. Texnikani haydab kelib, oborot pasaytirib, texnik xodda keyin astalik bilan 2 minut o'chirib ishlatish kerak. 2 minut. Turbina sekinlab olgandan keyin o'chirish kerak. Gaz berib o'chirib bo'lmaydi. Shunda umri shunda turbina zo'rg'a ishlaydi. Zo'rg'a ishlaydi. Juda ko'pchilik qiynagan savollardan biri mutaxassis fikrlari yaqin 2000-yillarda ham motor qilib yurgansiz, bunaqa mashina texnikalarni. Buni ancha yildan beri motor qilamiz. Mana kuchli mutaxassis fikrlari. Asosiy sabab shu bunga ishdan chiqishligiga. Bu ham shu sababdan ketgan, mana. Bu ham shu sababdan ketgan. Mana videoga o'rtoqlar like bosib qo'ysizlar. Aka, rahmat sizga ma'lumot uchun. Juda ham manfaatli, foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu yaxshigina xarajat, ustanovkasi va bu ham arzon narsa emas. Do'konlarimizda sotuvda bor bundan. Azizlar, videoga like bosib, maxsus texnika haydaydigan barcha tanishlarga ulashib qo'ying. Keyingi videoda aka biror yana foydali ma'lumotdan berasiz. Rahmat.